Vaksina bu davolash emas. Virusni o'ldirmaydi. Aksincha, dala virusini oldini oladi. Vaksina bu immun tizimini o'qitish jarayoni, ya'ni keyinroq haqiqiy virus bilan to'qnashganda parranda kasallikni yengil o'tkazadi yoki umuman klinik belgi bermaydi. Keling ko'rib chiqamiz, bu jarayon qanday kechadi. Vaksina organizmga tushadi, qaysi metodga bog'liq, sprey, tomchi, suv orqali ichirish yoki inyeksiya ko'rinishida sxemaga qarab shu vaksina organizmga tushadi. Avval mahalliy himoya ishga tushadi. Ya'ni nafas yo'llari va ichak shilliq qavatli pardalar, chunki ko'p infeksiyalar aynan shu joylardan kiradi. Keyin umumiy sistema immun javob shakllanadi. Antitanachalar hosil bo'ladi, immun xotira hujayralar faollashadi. Bularning barchasi vaqt talab qiladi. Shuning uchun bugun emladik, ertaga butun poda himoyalangan deb o'ylash bu xato. Nimaga ba'zi holatlarda immunitet stabil, ba'zi holatlarda immunitet stabil emas? Yosh omilli immun tizimining yetukligi va ona orqali o'tgan antitanachalar katta rol o'ynaydi. Kiritish usul: birinchi, suv orqali ichirish vaksinani, sprey bilan sepish yoki tomchilash. Har birining maqsadi va ta'sir yo'li boshqacha. Avvalambor sharoitga qaraladi. Stress holatlari ko'p bo'ladi. Haroratning balandligi, pastligi, suvning sifatiga bog'liq, doza va texnikaga rioya qilish. Eng muhim jihat immunitet bor yoki yo'q degani oddiy tushuncha emas. U butun podada bir xil va barqaror bo'lishi kerak. Shuning uchun vaksinani galochka uchun qilmaymiz, balki uni to'g'ri baholaymiz.